Assalomu alaykum. O'zimda ham qo'shib. Qadrdonlar hamma yaxshimi? Ana bugun mana shu erkagini so'yib, go'shtlarini qana chiqishini ko'rsatamiz. Xudo xolasa o'zlaring ko'rib baho beraverasizlar. Go'sht shirinmi yo bir hidi keladimi deganlarga javob qilamiz, xudo xolasa. Mana endi buni so'yib, osib oldik. Xudo xolasa qolgan videolar bilan ham sekin ulashib boramiz. Mana qadrdonlar, xudo xolasa so'yib ham oldik mana. Go'shtini mana shu mana hozir biz nima qilmadik. Mana go'shtini qiziqqanlar uchun ichini so'yib ko'rsataman. Mana ichi qop-qora, tiniq, taliq, mol go'shtidan ham qora go'sht. Biz terisini ishilab tashladik. Qolgan joylari qoldi mana. Xo'sh, qadrdonlar, xudo xolasa go'shtlari zo'r. Biz paprova qilib yeb ko'rganmiz. Maslahat beramiz, olib yeyishlang, so'yib yeyishlaringda. Bizda go'sht ham mazali, totli, shirin bo'ladi. Sho'rva qilib ichsa, juda bir boshqacha bo'ladi.